Qaysi iplarni olishini maslahat bermayman. Ko'gi iplarini olishni maslahat bermayman. Ko'gi ko'k iplar birinchidan tez uzilib ketadi. Unaqa sifati zo'r emas. Shuning uchun men asosan mono iplari yoki molding iplari bilan ishlayman. Mono iplari bilan molding iplarini farqi nimasiga hozir ozgina tushuntirib beraman. Mono iplari kichkina igolkalarda bo'ladi. 60 talik, 50 talik, 80 talikgacha har xil razmer bor, yuzi holatiga qarab-da. Unda ko'proq travma bo'ladi. Igolka kiradi, ipimiz ichkarida qoladi, igolka chiqib ketadi. Bu iplarimiz polumavochkali bo'ladi, kollagenli bo'ladi-da, yuzimizning sifatini yaxshilab beradi va yuzimizga yot narsa kirdi, uni o'zimizdan kollagenli iplarning atrofini o'raydi. Shuning hisobidan yuzimizga karkas hosil bo'ladi. Karkas hosil qilingan yuzli uncha narsaga osilib ketmaydi. Ya'ni yuzimizda plotniy bo'lib bizdan ushlab turadi, как fundament bo'lib turadi-da. Moldi iplarimiz ular qalin iplar hisoblanadi. Juda ham bittada semirib ozgan yoki stressdan yuzlar osilib ketgan holatlarda qo'yiladi. Сразу momentalniy effekt beradi. Polumavochkali, polukaprolaktoviy, kollagenli iplar. Bitta dona ipni 40 mingta nasechkasi bor. Qo'yiladi yuzimizga, o'sha kattaroq kanyulali igolkada qilinadi. Yuzimizga umuman travma bermaydi. Faqat mana shu teshilgan joyidan ozgina qonishi mumkin, atiq unaqa побочный effektlari ham yo'q. Qo'yamiz, igolkani olamiz, ipimiz qoladi ichkarida va orqaga tortsa уже chiqmaydi-da, nasechkalari ushlab turadi terini. O'shaning hisobidan bundoq ko'tarib turib kesamiz. Effekti juda ham zo'r.